Tog'am bilan Toshkentga borsang nimalar bo'ladi? Hech narsa bo'lmaydi. Jitcha sovutib ketadi. Tush mashinada u yerdan quritib beraman sovuguncha. Tog'am bilan birorta joyga borishda yaxshi tarafi hamma rasxodlarni tog'am qiladi. Chiroyli yigit qurt olasizmi? Men yeb ko'ring, yoqsa olasiz. Ye, men chaqirishyapti, chetda tog'a. Chiroyli degan so'z senga xos ham emas, mos ham emas turishi. O'zi oynada aptini ko'rganmisan sen? Biron marta? Ha, menga emas ekan. Boshqa joyda olaveramiz. Tog'am shunaqa qitmir odamki, necha yildan beri mashinasiga bir so'm pul sarflagisi kelmaydi. Sani ham Toshkentga bekorga olmagan. Yo'lda mashinasi buzilib qolishini aniq bilgan. O'zicha chuqurlab nimadirda tuzatmoqchi bo'ladi. Sen ham aqllilik qilib motoriga qarab qo'yasan, baloni tushunmasang ham. Ha, tog'a, tuzaldimi mashina? Ha, faqat mashinani bekka tashlab ketib bo'lmaydi. Toshkentga yetarib ketmasmiz? Yo'q, yetarmaymiz. Tog'am yetarmaymiz mashinani deganda, sani o'zing yetarasan degan ma'noni keltirib chiqarar ekan. Bir nima qilib ustaxonaga olib borib, mashinani tuzatib Toshkentga ham yetib olasan. Ye, tog'a, qarang bloger. Ketdim men bor so'rash kerak. Aka, siz blogersiz, a? Ha? Meni tanidingizmi? Yo'q, taniganim yo'q. Nima tanimiz? Har kuni tog'am telefonda sizni ko'raman-ku. Ha, tanidimi? Tanimadi, tog'a. Kibrmikan? Hı. Yo'q, o'zimiz qishlardi. Sardor Hofiz bilan rasmga olib.